Rangpar o'rmondan g'alati va dahshatli tovushlar keladi. Daraxtlarning ovozlari va barglarning shitirlashi hatto kun davomida o'yinchini qo'rqitadi. Rangpar bog'da tun kirsa oldimizda baland va yog'och bir narsa paydo bo'ladi. U biz yuz o'girmagunimizcha qimirlamaydi. Biz boshqa tomonga qaraganimizda u uyg'onib biz tomon yuradi. Bu mob creaking deb ataladi va o'z nomiga to'g'ri keladi. U deyarli butunlay yog'ochdan yasalgan. Ammo qanday qilib daraxt o'z-o'zidan shunchaki jonlana oldi? Nega shu paytgacha biz qayta tiklangan emanlarni, qayta tiklangan qayinlarni yoki mangrove daraxtlarni uchratmadik? Nega creakingning yuragi aynan Rangpar bog'dagi daraxtning ichida paydo bo'lgan? Bu biyomning o'ziga xos jihati nimada? Bu biyom nimaga o'zi rangi o'zgargan? Nima uchun talonchilar creakingdan qo'rqishadi? Va uning ko'zlaridagi g'alati mutatsiya nima? Birinchi marta oldimizda alohida biyomga ega bo'lgan alohida mob paydo bo'ldi. Bu tashqi dunyo bilan hech qanday aloqasi yo'qdek tuyuladi va biz beixtiyor savol beramiz. Bu rangparlik qayerdan paydo bo'ldi? Shuning uchun ham siz bu videoni tomosha qilyapsiz. Qulayroq o'tirib oling. Siz Shohaplay kanaldasiz va kanalga obuna, bu videoga like bosish esingizdan chiqmasin va biz Minecraft teoriyani boshladik. Do'stlar, men sizlarga o'zimni Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yishinglar so'rab qolardim. Chunki u yerda men har xil modlar va shunga o'xshash karta va resurs paklarini tashlab boraman. Undan tashqari sizlar yangi chiqayotgan videolarimni oldindan nima haqidaligini bilib olsanglar bo'ladi va o'tib albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimning silkasi kommentariyada bo'ladi. Birinchi bo'lib mobning xarakteristikasidan boshlaymiz, chunki mob butunlay yangi. Creaking o'lmas va bu o'ziga xos mobdir. Uni faqat u bilan o'zaro aloqada bo'lgan holda o'ldirish mumkin emas. Har bir bunday creaking Rangpar daraxt ichida joylashgan alohida yurak tomonidan ushlab turiladi. Creakingni yurak faqat tunda uyg'otadi. Quyosh botganda esa yog'och yirtqich hayvon paydo bo'ladi va kunduzi kelganda esa u tezda kulga aylanib yo'qolib ketadi. Faqat daraxtdagi yurakni sindirish orqali siz creakingni yengishingiz mumkin. Bu mobning asosiy mexanikasi shundaki, agar kimdir unga qarab tursa ustundek turish va undan yuz o'girsa hujum qilishdir. Aynan Rangpar bog'da creaking yashaydi. Tabiiy avlodda u faqat shu yerda, lekin agar siz boltangizga Silk Touch sehrini qo'ysangiz, creakingni yuragini olib boshqa joyga qo'ysangiz bo'ladi. Bu biyomda nimadir yetishmayapti, to'g'rimi? Ha, bu albatta bu qandaydir g'alati tuman bo'lishi kerak edi va buni hali beri ishlab chiqaruvchilar qo'shishgani yo'q, ammo tez orada qo'shishadi. Bu atrof muhit tovushlari, daraxtlarning shitirlashi, barglarning shitirlashi va boshqa turli xil tovushlar yangi darajaga ko'tarilgan yagona biyomdir. Bu biyomda Rangpar bloklarining o'zi tovush chiqaradi va agar ularni siz boshqa biyomga olib borib qo'ysangiz, u o'sha biyomda ham tovush chiqarishni davom etadi. Ishlab chiqaruvchilar Minecraft Live'da animatsiya orqali bizni yog'och creaking bilan tanishtirdi. U yerda qishloqlar qo'rqinchli narsa bo'lgan o'rmonga jimgina yo'l olishayotgan edi. Keyin o'yinchilar bir tafsilotga e'tibor berishibdi. Talonchilar negadir creakingdan qo'rqishadi. Ulkan kuchga ega bo'lgan talonchilar hattoki birinchi imkoniyatidayoq Vardenga yuguradigan armiya negadir aynan creakerdan qo'rqayapti. Va bu yerda fikr keladi. Creaking bu oddiy mob emas. Bu mob aynan qishloqlar va talonchilarni bir-biriga bog'lab turadigan narsadir. Minecraft dunyosida nimadir sodir bo'ldi. Bizning o'yinchimiz o'yin dunyosiga kelishdan oldin nimadir sodir bo'lgan va buni biz hozir sekin-asta o'rganamiz. Creaking tashqi ko'rinishi uning tanasining qiyshiq o'sib borayotgan yog'och poydevoridan iborat bo'lib, uning ustiga Rangpar tok o'rmalab turadi va uning ko'zlari to'q sariq rangga ega bo'lib, ba'zilar uni Minecraft Dungeons'dagi Enderman bilan taqqoslashadi. Bu Endermanning ismi Ko'ruvchi va u bugungi videoda katta rol o'ynaydi. Minecraft Dungeons mexanikasiga ko'ra, u o'yinchini uzoq vaqt kuzatib turadi va keyin birdan teleportatsiya qilib unga hujum qiladi. Umuman olganda Enderman ham xuddi shunday. Agar uni ko'zga qarasangiz, u sizga darhol hujum qiladi. Lekin creaking buning aksi. Agar unga qaramasangiz, u sizga hujum qiladi. Enderman va creaking o'rtasida tuyulgandan ko'ra ko'proq umumiylik mavjud. Umuman olganda uning mexanikasiga ko'ra creaking teskari Endermanga o'xshaydi. Agar biz qovoq kiysak, Enderman hech qachon bizga hujum qilmaydi. Lekin creakingning oldida biz boshimizga qovoq kiysak, biz doimo hujum ostida bo'lamiz. Creaking biz bu qovoqda umuman hech narsani ko'rmayapmiz deb o'ylay boshlaydi va bizga hujum qiladi. Va bizda bitta savol bor. Umuman olganda bu biyom o'zi qaytib xira bo'lib qolgan. Taxmin qila olamizki, Rangpar bog' bu infeksiyalangan biyomdir. Axir dunyoning qolgan qismiga qarasangiz, u rangli. Minecraftning umumiy tabiatdan Rangpar nuqta ajralib turadi. Bu yerda tabiat tajovuzkor bo'lib, boshqa biyomlardan mavjud emas. Minecraftning ochiq dunyosida qolgan o'tlardan farqli o'laroq Rangpar o'tlar qo'shni bloklarga cho'zila boshlaganligi haqida bilasizmi? Minecraftda bunday ifloslangan zonalarga misollar mavjud va ularni o'zingiz eslab ko'ring. Ko'rib turganingizdek, bu biyom iskajoniy les, tarjimasi esa buzilgan o'rmon. Bu esa miselium bilan kasallangan qo'ziqorin oroli. Bu Deep Dark ifloslangan skalk organik moddalardir.
va bu nazariyaning boshlang'ich nuqtasi bo'ldi. Rangpar bog'ning bog' deb atalishiga hayron bo'lmayapsizmi? Hatto inglizcha asl garden bo'lsa ham bog'ning semantik ma'nosi bu so'zni ochib beradi, chunki tabiat boshqa birov tomonidan ekilgan. Bu biyom boshqa yo'l bilan shunchaki rangpar o'rmon deb atalgan bo'lar edi, lekin ishlab chiqaruvchilar faqat kichik bir tushunchani tanladilar. Agar bu rangparlik yuqori dunyo uchun g'ayritabiiy ko'rinadigan bo'lsa, Minecraftda biz rangpar o'simliklarni boshqa qayerdan topishimiz mumkin? Va biz bu rangparlikning Minecraft Dungeonsning Ender Mirida topishimiz mumkin. Minecraft Dungeonsning Ender olami o'simlik va hayvonot dunyosiga boy va ishlab chiqaruvchilarning sharhlariga ko'ra, Minecraft Dungeons parallel koinot sifatida ko'rib chiqarilishi kerak. Bu yerda bir xil Minecraft voqealarini biz ko'rganimizdan biroz boshqacha bo'lgan. Sizningcha Minecraft Dungeonsdan biror narsa olib oddiy Minecraftga o'tkazish va uni o'yin tarixi deb tushuntirish mumkin emasmi? Qandaydir vaqt mobaynida kimdir rangpar niholni oddiy Minecraftga o'tkazgan bo'lsa-chi va shundan keyin rangpar kasallik qorong'u o'rmonning rangini o'zgartira boshlagan bo'lsa-chi? Ammo buni kim qila olgan? Minecraft Dungeons haqida gapirganimiz uchun siz muhim ma'lumotlarni bilishingiz kerak. Parallel koinotda talonchilar Ender dunyosini qattiq o'rganishni boshladilar. Ular Ender dunyoni mustamlaka qildilar, ya'ni o'ziniki qilib olganlar. Lorna ular u yerda aniq nima qilishganligi tushuntirilmagan. Lekin men o'z kuch va bilimlarini oshirish uchun ularni hamma narsani, jumladan qadimgi shaharni ham o'rganishga harakat qilmoqdalar deb taxmin qilaman. Aytgancha, hattoki Ender dunyoni ham o'z ichiga olgan talonchilar juda rivojlangan. Bundan tashqari asl Minecraftda ular Ender dunyoning mavjudligi haqida allaqachon bilishgan va uning maketini o'z uylarida junlardan quradilar. Bu esa talonchilarni xuddi shu yo'ldan ketayotganini ogohlantiradi. O'ylaymanki, agar rangparlik biron bir joydan ko'chirilgan bo'lsa, bu faqat Minecraft Dungeonsning Ender dunyosidan talonchilar tomonidan qilingan. O'simlikning o'zi xuddi shunga o'xshash rangpar o'simlik Minecraftning ko'p dunyosida boshqa hech qanday joyda topilmaydi. Bundan tashqari nomi qo'lda ekilganligini ko'rsatadi. Ya'ni u o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmagan, buni birov ekkan. Dungeon dunyosida talonchilar bor edi va ajablanarlisi shundaki, faqat oddiy Minecraftda talonchilar crackingdan qo'rqishadi. Endi ko'zlarining joylashuvi haqida. Lekin bundan oldin o'simlik va bunday moblar o'lchami borligi g'alati deb o'ylamaysizmi? Va boshqa o'lchovda bir xil o'simliklar va shunga o'xshash mob mutatsiyaga ega bo'lgan biyom butunlay tasodifiy paydo bo'lsa-chi? Javob o'zini ko'rsatadi. Rangpar o'simliklar bizga g'ayrioddiy o'lchovdan kelgan va bu bizning koinotimizda tashqarida bo'lib chiqadi. Chunki oddiy Minecraft oxirida siz Horusdan boshqa o'simliklarni topa olmaysiz. Va shaxsan men ko'rib turganimdek, talonchilar o'simliklar va turli xil gullarni yig'ishni yaxshi ko'radilar. Bu birinchi marta saroyga tashrif buyurganingizda aniq. Bu xonalarning aksariyatida kamida bitta gul bor. Faqat gullarga bag'ishlangan xonalar haqida gapirmasa ham bo'ladi. Taxminlarga ko'ra, talonchilar go'zallik yoki o'rganish uchun rangpar o'simliklarning namunasini olib, uni oddiy dunyoga o'tkazishgan va biz hozir ko'rib turganimizdek, ular uni tuvakka emas, balki to'g'ridan-to'g'ri yerga ekishga qaror qilishgan. Va bu hatto mantiqan to'g'ri. Agar siz boshqa sayyoradan o'simlikning yangi turini olib kelgan bo'lsangiz, uni ko'paytirish uchun albatta ekish kerak. Va shu orqali rangpar bog' yaratilgan. Va ular uni qaysi o'rmonga ekishgan? Ular o'zlari yashaydigan o'rmonga ekishdi. Bu qorong'u o'rmon. Bu yerda bizga yana bir dalil keladi. Rangpar bog' faqat qorong'u o'rmonlar yaqinida mavjud. Chunki rangpar bog' faqat texnik jihatdan qorong'u o'rmondir. Daraxtlarning deyarli bir xil shakli tufayli qorong'u o'rmondagi daraxtlar rangpar o'rmondagi daraxtlarga o'xshaydi. Ularda vaqt o'tishi bilan aytganda mutatsiyalar osilgan tok paydo bo'ldi va umuman daraxtlar cho'zilib ketdi. Ammo talonchilarni baxti uzoqqa cho'zilmadi, chunki ular qanday yovuzlikka qo'l urib qo'yganini tez orada anglab yetishadi. Videorolik sizga yoqdi degan umiddaman. Agar videorolik yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esinglardan chiqib ketmasin va albatta do'stlar, Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Va shunga o'xshash yana teoriya videolar xohlasanglar, albatta kommentariyalarga yozib qoldiring va sizlar Shohab Play kanalida edinglar va keyingi videoroliklarimda ko'rishguncha